da bilan. Bak podshoh shuni deb, ana gap qayerda? Ko'ryapsizlar, sen noinsof ekan insonni. Qarasa o'ylashib podshoh. 20 yil deding, ha? Yoshlik paytiga kerak ekan, qarilik paytiga haydab yuboribsan. Eshak seni ustingdan arz qilib menga keldi. Nega ana bu noinsof nega gap qayerda? Bu eshak kelib aytayapti, ey shahanshoh, adolat bormi dunyoda? İnsanın insofin bormi? Senin fuqarolaringni ahvolini bilib, seni ustingdan menga qarz qilib keldi. Bak kısa ko'rdim, nega ana shu eshakni olib borasan, yem bilan samon berasan. Odam qiyomat xabar oladi. Agar yem bermay, sharoit qilsang, Nasib emagan. Bahar, mana butun deputatlar, Buxoro viloyati deputatlar, qazo rahbarlar ishlaydi. Man gapimni tamom qilaman. Samoyda Qosimovich o'tadi. Ko'ryapsizmi o'tadi? Zamonida podshohlar eshakni qabul qilgan. Bu zalda shunday rahbarlar borki, deputatni qabul qilmaydi. Bizning shu. Hamma joy kes, gumbur qarsak ora. Akıl hokime şey ifade ediyorlar. O toplanıyor. Hayırlı organikan, kayıt toga, o organikan sunuyor diyor. Mana ko'p tasavvurlar. Ana shu ikkita qo'lim bilan mehnat qilib yashab bilaman. Men bu yerga o'tirsam, bironta rahbardan xontamalik joyim yo'q. Sizdan boshlab o'taman. Lekin men deputat bo'lgandan keyin xalqimizni bitta ikkita muammosini hal qilmasam, mana deputatlik